Dünya Uyghur Qurultayı vekilleri hamda Germaniyadagi bir bölük Uyg'urlar bugun Germaniya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhining qurilish murosimiga qatnashgan. Uyg'ur do'stlik guruhining qurilish murosimidan keyin axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan. Dolqun Isa apandi bu yig'inda Uyg'ur do'stlik guruhining vazifalari haqida ma'lumot bergan. Uning bildirishicha, dunyoning har qaysi ellarda Uyg'ur do'stlik guruhini qurib chiqish Dunyo Uyg'ur Qurultayining uzun yillik planlari tarkibidan o'rin olgan bir tur ekan. Dünya Uyghur Qurultayı Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban apandining bildirishicha, ba'zi Germaniya parlament a'zolari bu guruhga yuqori baholar bergan. Uning tilga ilishicha, bu guruh oldimizgi kunlarda Germaniya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilishi va Uyg'ur majburiy emgakiga doir belgilamalarni texnik kuchli ijro qilishida belgilik rol o'ynaydi ekan. Xitoy Kommunist hokimiyatining raisi Xi Jinpingning Urumchini tuyuqsiz ziyorat qilishidan keyinla Xitoy Davlatlik diniy ishlar komitetining sobiq raisi Sui Mavxu zo'r miqdorda pora olganlik uchun qo'lga olingan. Egilinishcha, Xitoy Markaziy Birlik saf bo'limining sobiq muavin boshlig'i, mamlakatlik diniy ishlar komitetining sobiq raisi Sui Mavxu partiya intizomi va qonunlarga og'ir xiloflik qilganligi, ishxonasini qalaymagan ishlatganligi va ko'p miqdorda pora olganligi uchun qo'lga olingan. Xitoy rejimi xalqaro jamiyatning Xitoyning Sharqi Turkiston va Tibetdagi irqiy qirg'inchilik yurgizish, kishilik huquqqa daxl tarvuz qilish qilmishlariga qaratgan ayblashlarga qarata bir qism davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchilarini Tibetni ziyorat qilishga tashkilladi. Reuters agentligining xabaridan bildirilishicha, Xitoy rejimi BDT kishilik huquq kengashi kelar yilning 5-ida Tibetdagi kishilik huquq vaziyatini muzokara qilishdan ilgari xalqaro jamiyatning Xitoyni ayblashiga raddiya berish va uningga qarshi turish maqsadida bir qism davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchilarini Tibetni ziyorat qilishga tashkillagan. Xabar qilinishicha, Tibetni ziyorat qilishga taklif qilingan davlat elchilarining ko'pinchisi Xitoy bilan quyuq munosabati bor davlatlar bo'lib, BDT kishilik huquq mutaxassislari bu yil Tibetdagi kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andishasini ko'p qatam o'tirg'a qo'ygan. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivan muxbirlarning kutilish yig'inida Shimoliy Koreya bilan Rossiyaning yaqindan buyon kuchayotgan aloqasi haqida to'xtaldi. U Shimoliy Koreyaning Rossiyani qurol yarog' bilan ta'minlamasligi kerakligini ogohlantirganligini ta'kidladi va Pyongyang hukumatining qurol sotishiga qarshi tadbir qo'llanganligini bildirdi. Angliya ichki ishlar ministri Suella Braverman Rossiya yollanma askar guruhi Wagnerni ular terrorchilardir dedi. U Rossiyaning yollanma askarlardan tarkib topgan Wagner guruhining Angliyaning terrorlik tashkilotlari tizimligiga kirdiganligini e'lon qildi. Yerlik taratqularda e'lon qilingan xabarga qaraganda, Braverman Wagner guruhini Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Rossiya sirtidagi harbiy quroli deb tasvirlagan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump 2024-yildagi prezident sayloviga qarta berilgan tekshirishda %52 bilet bilan Cumhuriyetchilar partiyasining kandidatlaridan xilli oldida turgan. CNN'ning eng yangi raisinish natijasi ko'rsatilishicha, Trump o'ziga qartilgan davlat va federatsiya ayblashlariga qaramay, Cumhuriyetchilar partiyasining bazasida yanada olqishga erishgan.